sizlar bilan Imom Moturidiy hazratlarining Tavilot al-Qur'on asarlari asosida insonga berilgan buyuk bir ne'mat haqida suhbat quramiz. Alloh subhanahu va taolo Shuro surasining 49-oyatda shunday marhamat qiladiki: Astagfiru billah. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Ya'ni yer va osmon mulki Allohga xosdir. Alloh subhanahu va taolo xohlaganini yaratadi. Xohlagan insonlarga qiz farzand beradi, xohlaganlariga o'g'il farzand beradi va xohlaganlariga esa o'g'il qiz farzandlarini juftlab beradi va xohlagan insonlarini esa bepusht, befarzand qiladi. Albatta u har bir narsadan xabardor va barcha ishga qodir zotdir, deydi. Imom Moturidiy hazratlari ushbu oyatni sharhlar ekanlar, kimlargadir Alloh taolo tomonidan farzand berilishi yoki kimlarnidir farzandsiz qilinishi bu ilohiy hikmat asosida bo'lishini ta'kidlaydilar. Oyatning avvalida Alloh subhanahu va taolo yer va osmondagi barcha narsalarni egasi, moliki ekanligini ta'kidlab aytadilarki, yaxluqu ma yasha, ya'ni Alloh subhanahu va taolo xohlagan narsasini yaratadi. Ya'ni bu dunyoda Alloh subhanahu va taolo xohlaganini qiladi, chunki u iloh ekanligini ta'kidlab o'tadilar. Va aytadilarki, o'zi xohlagan insonlarga Alloh taolo qiz farzand ato qiladi. Va xohlaganiga o'g'il va xohlaganlariga esa qiz va o'g'il farzandlarni juftlab ato qiladi. Va kimlarnidir Alloh subhanahu va taolo bepusht qiladi. Bu oyatdan ko'p hikmatlarni oladilar. Birinchisi aytadilarki, farzand bu ilohiy bir ne'matdir. Shuning uchun inson Alloh taolo tomonidan berilgan ne'matni qadriga yetishi lozim. Ikkinchisi aytadilarki, nega Alloh subhanahu va taolo oyatda birinchi bo'lib qizlarni zikr qildi? Chunki oyatda aytayaptiki, Alloh xohlaganlariga qizlarni ato qilyapti. Ya'ni birinchi o'g'il farzandni zikr qilmayapti, balkim qizlarni muqaddam qo'yapti. Imom Moturidiy hazratlari aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo oyatda qiz farzandini birinchi muqaddam zikr qildi. Bu bilan Imom Moturidiy hazratlari aytadilarki, Allohning huzurida qizlarning alohida o'rni borligi. Afsuski ba'zi xonadonlarda, ba'zi oilalarda yuz beradigan holatga bir ishora qilib o'tadilarki, u xonadonlarda mabodo qiz farzand tug'iladigan bo'lsa, go'yoki xafa bo'lish yoki o'g'il farzand tug'ilmabdi-da degan afsuslanish yuzaga keladi. Mana shu holatni bilgan holatda ta'kidlaydilarki, yo'q, Alloh subhanahu va taolo huzurida qiz farzand ham, o'g'il farzand ham barobardir. Alloh subhanahu va taolo qizlarni oyatda muqaddam qildimi? Insonlarda yuzaga keladigan bu fikrlar noto'g'ri ekanligini ta'kidlab o'tadilar. Alloh subhanahu va taolo oyatning davomida kimlargadir o'g'il farzand ato qilinishi va kimlargadir mana shu ikki ne'matni mukammal holatda berilishi, ya'ni o'g'il farzand ham, qiz farzand ham ikkisi juftlangan holatda ato qilinishini marhamat qiladilar va aytadilarki, Alloh taolo bunday insonlarga ne'matni to'liq qilib beribdi va buni shukrini ado qilishlari lozimligini ta'kidlaydilar. Va to'rtinchi holatni ham aytadilarki, Alloh taolo ba'zi insonlarni bepusht, ya'ni farzandsiz qilib yaratadi dedi. Ya'ni bu oyat karimani sharhida Imom Moturidiy hazratlari aytadilarki, ya'ni Alloh taolo kimlarnidir bepusht bo'lishliklarini xayrli deb biladi va shu sababli ularga farzand ato qilmaydi. Chunki oyatning oxirida ham innahu alimun qodir, ya'ni Alloh taolo barcha narsadan xabardordir demoqda. Ya'ni kimgadir farzand berish xayrliroqligini yoki kimlargadir farzand ato qilinmaslik xayrli ekanligini Alloh taolo o'zi biluvchidir va barcha narsalarni yaratishga qodir zotdir deb marhamat qiladi. Imom Moturidiy hazratlari bu oyatning sharhida insoniyatga berilgan ne'mat bu ilohiy ne'mat ekanligi, shuningdek ba'zi insonlarga farzand ato qilinmasligi esa Alloh subhanahu va taoloning ilohiy ne'mati ekanligi va Alloh taolo barcha narsalarni xabardor ekanligi sababli bo'lishini ham ta'kidlab o'tganlar. Dar haqiqat farzand bu Alloh taolo tomonidan berilgan ilohiy ne'matdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ko'plab hadis shariflarida farzand ne'mati ulug' ne'mat ekanligini va shukrini ado qilish kerakligini bot-bot ta'kidlaydilar. E'tiborlaringiz uchun tashakkur.